qalaysiz? Mardonaga qalaysiz? Pul rezingasi bormi deb so'ragan chiqdim. Kreditga oldingizmi deyman? Yo'q, kredit emas. Hozir klientga olib ketgan bo'lsa kerak-a? Yo'q, klientga emas. Ha, texnikani sotyapsizmi endi? Yo'q, texnika sotmayman, ramchga sotaman, bilasiz-ku. Qayerdan kelib qoldi bo'lmasam bular? Luchem kompaniyasi tashlab ketdi. Men ham Luchem sotaman. Nima menga berishmadi? Siri bor, aytaymi? Yuring. Xullas, Luchem brendi yangi challenge boshlagan. Siz o'zingiz do'koningizdagi vitrinaga Luchem lampochkalarni taxlab, u bilan video olasiz. U videoni Instagramda o'zingiz sahifangizga joylab, Luchem Lighting brendini belgilab ketasiz. Vitrinangizda qancha Luchem lampasi ko'p bo'lsa, yutish imkoniyati ham shuncha ko'p bo'lar ekan. Har oyda g'oliblar aniqlanar ekan. Men ham shu challenge-da qatnashib, yutib oldim. Mayli, nima sekin gapiryapsiz? Endi konkurentlar ko'p, dushmanlar ko'p, ular yuta olmasin deyman-da. O'zimiz yutib olganimiz yaxshi. Faqat hech kim bilmasin. Endi qo'lim qo'yadi. Ikrom aka, Luchem challenge qilyapti ekan. Ha, hozir boraman.